Shalala xonni xoni, oq bug'doyni noni, hamma yomon ko'rsa ham akasining joni. Voy, sadasi ketdi, chaching pitib qoppa. Shalala ketdikmi? Yana deganam keldi. Aka, ana fartugimni mutuklab bering. Bo'ldi, hozirda kanu ikkinga eslasang chachingni bunday qog'oz o'rab pigidek qilib jingalak qilib beraman, hamma. Voy, aka chachingga tarab fartugim utuklaman beraman. Hadi, pitlasam pitimni ham terib qo'yadi. Qanaqasiga bir oy malyarda ishlab bir so'm pul olib kelmading? Bu onang nimdir prorab allab ishlatib pulimizni bermadi-da. Aka, kibrga tilasa qanqa so'ra ekan. Yo'qdimi, xudo xolasi prorabga yana bir marta tuhmat qilib yuborsam, trozdan nima qilib beraman. Ey, noysav odamlar ham ko'pda nima deysizda? Nima qilyapsiz obdaka? Ana singling tamom uribdi, ichkarida Xolbekin ham tamom bosyapti. Joni urgan eshitilmasin debman-da. İçim açıydı-da. Men to'yimda orqasi uzun oq ko'ylak kiyishni o'ylayman. Sen nimani o'ylaysan? Akam to'yimda yig'lasa qanday kundirib olishni o'ylayman. Maktabga bormayman. Ye, ha singlim nimani o'rtang tagligini tutyapti? Hammani qora patinkasi bor, meniki o. Bo'ldi, ha ishdan kelishda yang'isdan akka beraman. Yo'q, menga hozir kerak. Hozir? Voy, zo'r ekan, qaydan olding? Mayli qizlar, yaxshi o'qib kelinglar, qama. Yo'q, oyoqchidan jurmaganimizga mancha bo'pti. Qo'yili, singlingiz uchun oyoq yalang yurishga tayyormisiz? Kanishni, bir narsani bilinglar. Akalar singillarni yelkasida ko'tarib katta qilib, keyin umrini oxirigacha yuragida ko'tarib yuradi. Singlim, seni yaxshi ko'raman. Akasiga mehmon ekan, bugun bildim singillar